Hozir men ijro etmoqchi bo'lgan qo'shiq men o'zim ham bu qo'shiqni yaxshi ko'raman. Chunki har safar bu qo'shiqni ijro etganimda har bir inson tug'ilaveradi, yillar o'tib, bu dunyodan o'tib boraveradi. Bunga ko'z yumib bo'lmaydi. Chunki hammamiz kelgan joyimizga yana qaytib boramiz. Lekin inson tarixda qolishi shart emas. Lekin o'zini ketidan nima qolayotganini baribir deb olib qaraganda orqasiga o'zi uchun, dili uchun yaxshi bo'lish kerak. Chunki hattoki farzandlarimizni binoga keltirganimizdan keyin shularni to'g'ri yo'lga solish ham bu katta ish. Chunki siz bilan bizlar qilmagan ishni bizning farzandlarimiz qilishi mumkin. Shuning uchun men hozir o'zimni sevimli qo'shiqlarimdan biri bo'lgan Nima qoldi qo'shig'ini ijro etmoqchiman. Marhamat. Nima qoldi? Xirmon qoldimi? Qoldimi to'pon? Nima qoldi? Inson bolasi olgan nafas, orzu, havaslar, shodlik qoldimi? Qoldimi pushmon? Nima qoldi? Ortingda qalin o'ylabchi bir on, nima qoldi? İnsan balası olgan nafas, orzu, havaslar, shodlik qoldimi? Qoldimi pushmon? Nima qoldi? Nurga barobar nur qoldimi sendan yozimizdan? Nima qoldi? Ne qoldi deb sendan so'rsa yurt, ey inson, boshingda egib o'ksimam. Nima qoldi? Inson hayoti yonib o'char nurga barobar. Nur qoldi
nima qoldi? Xirmon qoldimi? Qoldimi to'pon? Nima qoldi? Inson